Va nihoyat men boshladim. Xayrli kech hammaga. Men Laylo. Kanalimga xush kelibsiz. Bu videoni olaman. Da, конечно, точно oxirgisi. Umid qilamanki, bu oxirgisi bo'ladi. Hammaga salom. Men Laylo va bu meni kanalim va kanalimga xush keldingiz. Bu yerda men o'zim hayotim haqida, tajribalarim haqida, kichkinagina bo'lsa ham tajribalarim haqida gapirishga va qandaydir informatsiya berishga harakat qilaman. Men o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, ilk o'rinda men Laylo, 20 yoshdaman va Toshkent shahrida yashayman. Hozirda men aytmoqchi bo'lgan eng global narsalardan bittasi bu YouTube kanal ochish ideyasi haqida bo'ladi va men haqimda bo'ladi. Xullas, men bu YouTube ochish ideyasini qayerdan oldim? Men turkchani o'sha 4-yilimi ketyapti o'rganayotganimga va turk blogerlarni juda ko'p kuzataman. To'g'risi, bitta blogerdan ilhom olib ochaman bu kanalni. Shunchaki qanday hech qanday tajribalarsiz, hech qanday nimalarsiz, ortiqcha narsalarsiz, ortiqcha tayyorgarliklarsiz, что o'zim qanday bo'lsam, откровение bir shaklda ochishga, откровение shaklda gapirishga harakat qilaman. Mana bu yerda parazit so'zlarim bo'lishi mumkin, qandaydir ruscha aralashgan so'zlarim bo'lishi mumkin, qandaydir необычный tarzda gapirish ohangim bo'lishi mumkin. Просто men bularni hech qanaqasiga izminich qilmasdan, ya'ni o'zgartirmasdan tabiiy qanday bo'lsam, tabiiy ohangda olishga harakat qilaman. Chunki mening maqsadim shu. YouTube kanalimni o'zimni borimcha ko'rsatish. Qandaydir izmineniya qilmasdan, gapirish ohangimda izmineniya qilmasdan, tutilib qolgan joylarimni kesmasdan iloji boricha, еще yana nima desam bo'ladi, ruskiy so'zlarimni ham ba'zida ishlatgan holda, chunki meni tabiiy gapirish ohangim shunaqa. Где-то 50-50 o'zbekcha ruscha bo'ladi. O'shaning uchun bularni hammasini to'g'ri qabul qilasiz degan umiddaman. To'g'risi, juda ham hayajondaman. Birinchisi, где-то, наверное, 10 marta qaytadan boshladim video olishni. Hozir e'tibor bergan bo'lsanglar, to'g'ri hech qanday studiya yo'q menda. Просто restoranda video olaman. Hech qanday lampalarsiz, to'g'ri mikrofon to'g'ri yo'q, hech qanaqasiga. O'zimni oddiy telefonda olaman va kelgusi videolarimda xudo xolasa mikrofonlar, еще lampali или qanaqadir shtativlar kerakligiga qarab olaman. Chunki meni fikrimcha, hozir men hech qanaqasiga bu video olish sohasi bo'yicha o'qimaganman, mobilografiya или qanaqadir boshqa soha bo'yicha o'qimaganligim uchun hech narsani bilmayman va meni hozir darajam real 0 darajadaman. O'shaning uchun menga nimalar kerak, qanaqa shtativ yaxshiroq, qanaqa mikrofon yaxshi, qanaqa lampalar bo'lishi kerak, bular haqida hech qanaqa ma'lumotga ega bo'lmaganligim uchun hech qanaqasiga xarajat qilmadim. Chunki bilmasdan turib olganim menga minusga ishlaydi deb o'ylayman. Hozir biz gaplashmoqchi, ya'ni sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan narsam bu o'zim haqimda bo'ladi. Chunki videoda ko'rayotgan odamlar men, Laylo. O'shaning uchun men haqimda qanaqadir ma'lumotlar qiziq bo'lishi mumkin. Hozirda aytganimda 20 yoshdaman, Toshkent shahrida yashayman. Qiziqishlarim til o'rganish, psixologiya va biznesga qiziqaman. Ayniqsa trading, investitsiya, boshqa narsalar. Kelajakdagi soham katta ehtimol bilan realtorlik. Hali boshlaganim yo'q unga qadamni, lekin xudo xolasa bu yozda ilk qadamlarimni tashlamoqchiman bu soha bo'yicha. Meni xarakterimga keladigan bo'lsak, men просто pozitiv, juda ham menimcha maksimal darajada pozitiv bir inson bo'lsam kerak deb o'ylayman. Chunki hayotimda qanaqadir negativ voqea sodir bo'lgan taqdirda ham u negativga qaramagan holda pozitivga e'tibor berishga, stakanni to'la tarafiga e'tibor berishga harakat qilaman maksimal darajada. O'sha yana qanaqa hislatlarim aytsam bo'ladi? O'zi bilan o'zi gaplashadigan odati bor. Intervyuchan desam bo'ladi o'zimni.
еще yengilliklarga ochiq, yengilliklardan qo'rqmaydigan, maksimal darajada irodali, kuchli va o'zini ustida ishlashga harakat qilayotgan qiz deb bilaman o'zimni. Ya atrofdagilarimdan eshitgan narsalarim bo'ladigan bo'lsa, mani shunchaki ko'pchilik sevgi farishtasi deyishadi, ayniqsa ishxonada. Chunki как всегда pozitiv bo'lganim uchun mani ko'rganda kollektivimdagi odamlar beixtiyor ravishda xursand bo'lishadi. Как mandan pozitiv energiya taralgani uchun, tarqatganim uchun shunaqa deb aytsa kerak deb o'ylayman. Umid qilamanki, YouTube'dagi oilam ham mani shu darajada iliq va yaxshi qabul qiladi deb o'ylayman. Mana hamma narsalarim bilan birgalikda, ya'ni aytmoqchi bo'lganim что mani mimikalarim, aytganimda 50 ruscha, o'zbekcha aralash gapirishim, ba'zida ingliz tilida тоже so'zlar aralashtirishim mumkin. Harakat qilaman ularni o'zbekchasiga объяснять, ya'ni tarjima qilib berishga, tushuntirib berishga, если qanaqadir qiyin so'z bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni mani videolarimdan foydaga keladigan bo'lsak, nimaga aynan mani kuzatishingiz kerak? Ili qanaqadir mani videolarimni ko'rishingiz kerak. Men bu yerda aytadiganim, ya'ni oldin ham aytdim, o'zimning tajribalarim, o'zimning hayotim, qanaqadir anglashlarim, qanaqadir o'rganayotgan narsalarim bo'yicha bo'lishib boraman. Buni qachon ko'rsatib bo'ladi? Что ba'zida odamda shunaqa vaziyat bo'ladi. Qanaqadir ilmiy narsa eshitgisi kelmaydi. Podkastlar или qanaqadir YouTube'dagi intervyularni ko'rgisi kelmaydi odam. Shunchaki muzika тоже eshitgisi kelmaydi. Qanaqadir o'shani orasidagi nima bo'shliq bo'ladi-yu, o'sha ilmiy va bekorchi narsa deydigan bo'lsak, muzikani ham o'shani orasidagi bo'shliqni men to'ldirmoqchiman, to'g'risi. Qanaqadir zerikkan vaqtingiz, qanaqadir miya dam olishni xohlayotgan vaqtingizda, o'sha vaqtda qanaqadir nimadir eshitgisi kelayotgan bo'lsa, nimadir ko'rgisi kelayotgan bo'lsa, men как dugona sifatida o'zimni anglashlarimni aytib berishim или как типа suhbatlashishimiz ham mumkin. To'g'risi, hozir aytganimdek boshida biroz hayajonlanayotganim sababli bo'lishi mumkin. Ko'p narsa gaplarim chalkash bo'lishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham aytganimdek hech qaysi birini kesmagan holda to'liq, ochiq bir shaklda namoyon qilmoqchiman, ko'rsatib bermoqchiman. Yana nima desam bo'ladi? Topdim. Hozir aytib bermoqchi bo'lgan narsalarim bor va bu videoni, ya'ni YouTube kanalim haqidagi informatsiya va o'zim haqimdagi informatsiyaga qo'shimcha qilgan tarzda men 2024-yilni analizi, как типа qisqacha anglash olgan joylarim va qaysidir ma'noda keyingi etapga o'tishim kerak bo'lgan va keyingi etapga o'tishimga majbur qilgan vaziyatlar haqida aytib bermoqchiman. Qanday aytsam bo'ladi? Birinchisi, что 2024-yilda sodir bo'lgan ba'zi vaziyatlar menga shuni o'rgatganki, to есть ba'zi hayotimizdagi o'sha qiyin vaziyatlar как tunni eng yorug' eng qorong'u qismiga o'xshashadi. Eng qorong'u qismidan so'ng hammasi yana yaxshilanib ketadi. Biz keyingi etapga o'tamiz va to есть quyosh chiqadi, tong otadi. O'sha narsani tushunganman. Har bir vaziyat, qiyin vaziyat orqasidan обязательно quyosh chiqadi va glani'si biza o'sha qorong'u vaqtda o'rgangan narsalarimizni, anglash olgan vaziyatlarimizni hech qanaqasiga unutmasligimiz kerakligini tushunganman. Buni men yana qanaqadirga o'xshatadigan bo'lsam, maktabdagi yakuniy imtihonga o'xshataman. Chunki biz o'qiymiz va normal etapdagi darslar ketadi. Kitoblar har kuni bitta paragraf, shu qaniydir normal tarzda ketadi. Unaqa qiyin bo'lmaydi imtihondagi kunga o'xshab. Lekin imtihon vaqti kelganda hammamizda ba'zida qo'rquv bo'ladi, ba'zida hayajon bo'ladi, kimlardandir ba'zilar balkida qo'rqmas umuman. Endi men o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, men uchun imtihon qo'rqinchli bo'lardi. Как типа hayotdagi imtihonlarga o'xshab va agar biz bilimimiz yetsa, o'sha imtihonni o'tolsak, keyingi sinfga ketamiz. Ya'ni 6-sinfda 7ga, 7dan 8ga, 8dan 9ga ketardik. Bizning vaqtda hozir o'z sinflarda imtihon yo'q, naverdan. Shunaqa deb o'ylayman. Ya'ni aniq bilmayman. Shunaqa va agar biz u imtihonni o'tolmaydigan bo'lib qolsak, yana qaytadan o'sha 6-sinf, 7-sinf, 8-sinfda o'qishga qolardik. Как bu ham xuddi hayotdagi imtihon ham xuddi shunaqa deb o'ylayman. Imtihon deganda faqat
ya'ni oxiratdagi imtihonni emas, balkida hayotimizda bo'layotgan bizga anglatmoqchi bo'lgan ba'zi qiyin vaziyatlarni ham imtihon deb olsa bo'ladi. Masalan, finansiy taraflama problema bo'lganda bu ham bitta imtihon. Balkida ba'zida psixologik problemalar bo'ladi. Ular ham bizani o'sishimizga olib keladi. Men shuni tushunganman o'zim uchun. Ba'zan odamning o'ziga nisbatan ishonchi tushishi bu o'zidan maksimal darajada katta narsa kutishda. Menda shunaqa vaziyat bo'lgan. Hamma narsaga yetishga harakat qilardim. Ishlashga, chunki finansiy taraflama to'g'irlash uchun ishlash kerak. Еще ilmiy taraflama o'zim ustimda ishlashga, kitob o'qishga, еще darslarimni qilishga, boshqa narsa tomonlama. Uchinchisi esa sport, ya'ni sportivniy taraflama demoqchi edim. Ya'ni sog'liq taraflama aytadigan bo'lsam, sport, еще qanaqadir правильное питание или boshqalar o'shalar qatoriga kirardi va men bu uchalasini, uyquni ham qo'shadigan bo'lsak, 4 ta narsani 24 soat ichiga sig'dirishim kerak edi. Afsuski, men 12 soat ishlaganligim tufayli o'sha vaziyatlarda 12 soat ishlardim. Bittamu 12 soatga faqat ishni sig'dirgan holda uchalasini 12 soatga sig'dira olmaganman va maksimal darajada men uyqumdan olishga harakat qilganman. Hamma vaqtda kam uxlab, sportimni ham, ishimni ham, o'qishimni ham qilaman deb o'ylardim. Aslida keyin nima bo'lardi, men charchab uxlab qolardim ertalab. Soat 10 da ishim boshlanadigan bo'lsa, 7 da turib sportimni qilib, boshqa darslarimni qilishga harakat qilardim, lekin ba'zida soat 9 gacha uxlab qolardim. O'shanda o'zimga nisbatan ishonchim juda ham tushib ketgan. Shuni tushunganmanki, uyquni muhimligini va ba'zida inson ba'zi narsalardan voz kechishi kerakligini. Ya'ni bu aytmoqchi bo'lganim, men o'tda 12 soat ishlayotgan taqdirimda qolgan narsalardan voz kechishni deyolmayman. Ya'ni minimallashtirdim deb ayta olaman. Ba'zi sportimni minimallashtirdim, vaqtini kamaytirdim. Uni evaziga, ya'ni kaloriya yoqishga keladigan bo'lsak, sog'liq bo'yicha gapiradigan bo'lsam, kaloriyani kamroq olishga, sportni ham shu darajada kamaytirishga harakat qildim. Hozircha normada ketyapmiz bu tema bo'yicha ham. Shaxsiy rivojlanishga keladigan bo'lsak, ko'pincha men normalniy, ya'ni yaxshiroq ustoz topolmaganman. Til bo'yicha ko'proq menda problema bo'ladi. Ruskiy va angliskiy bo'yicha. Hozir angliskiy bo'yicha ustimda o'zim ishlayapman. Men o'rganish metodikamga keladigan bo'lsak, men samoстоятельно tillar o'rganaman. Как всегда. Turk tilini ham shuni o'rganganman. O'zim ustimda ishlab, YouTube orqali, Google orqali, ChatGPT bor hozir, shu orqali o'rganishga harakat qilaman. O'shaning uchun bu menga ko'proq vaqt talab qiladi. Ya'ni aniq konkretniy plan yo'q. Menga uni qil deydigan odam yo'qligi uchun. Va menga bu yoqadi. O'shancha ko'p vaqt talab qilardi oldin. Uni ham minimallashtirganman va maksimal darajada sig'dirishga va hammasini vaqtida qilishga, sportimni vaqtida qilishga, uyqumni vaqtida olishga, еще ishimni vaqtida qilishga, ya'ni ishni vaqtida qilmasa bo'lmaydi-yu, конечно. Lekin hammasini sig'dirishga harakat qilardim. Maksimal darajada o'xshatishga harakat qildim. Hozirda hammasi joyida. Hozir boshqa ishga o'tganman. Hammasiga ulgurishga harakat qilaman, bu yerda ham ajoyib tarzda ketyapti. Va meni bo'lajak hobbilarimdan bittasi YouTube kanal ochish. Men 2024-yil avgustdan beri xayolimda bor, aqlimda bor. Xohlardim, juda qattiq xohlardim buni qilishga. Lekin boshida yengishga boshlashga qo'rquv bo'ladi-yu. Doim birinchi qadam qo'rqinchli bo'lishini bilganim uchun biroz cho'zdim. 2024 hayolimga keldi, lekin esdan chiqardim. Keyin men boshlamayman degan qo'rquvlar или qandaydir boshqa narsalar. Video olib ko'rdim. Ilk videomni oldim. U Telegramda saqlanch. Lekin hozir qayta ko'raman, biroz qanaqadir g'alati ko'ryapti menga. Lekin o'sha vaziyatda men uchun ideal video bo'lgandi. Hozir bilaman, bu videoni qo'yaman va balkida 1 yildan keyin, balkida yarim yil, ya'ni qanchadir vaqt o'tgandan keyin bu video to'ji qanaqadir yoqimsiz bo'lib qolishi mumkin, или qanaqadir g'alati ko'rinishi mumkin, lekin men bunga tayyorman. Chunki hozir men bu yo'lni bosib o'tmasam, bu videolarni olib o'zimda ya'ni tajribamni oshirmasam, o'sha sifatli video oladigan, chiroyli videolar chiqaradigan darajaga yetib bora olmayman.
nima bo'lgan taqdirda ham to'xtamaslikka harakat qilaman. Hech qanaqasiga, chunki nima bo'lgan taqdirda ham faqat oldinga ketish kerak deb hisoblayman men. Shuning uchun faqat oldingamanda. Aytadigan bo'lsam 2024 haqida ajoyib yil bo'ldi. Juda ham chiroyli. Sayohatlar ko'p bo'ldi. Glanisi olgan tajribalarim hammasini kelgusi videolarda yana aytaman. Umid qilamanki foydali bo'ladi. Chunki men hozir o'zimni anglashlarimni aytgan vaziyatda meni eshitgan odam o'zini hayotida ko'radigan bo'lsa, o'sha vaziyatlarda qanday anglay olmayotgan vaziyatlari bo'lsa, anglatishga yordam beradi deb hisoblayman. Chunki men o'zimni ko'p anglashlarimni turk blogerlardan olganman. Shunaqa lifestyle tarzida olingan videolardan. Поэтому men тоже qaror qildim bu narsalarni o'zimda sinab ko'rishga. Menimcha hamma aytmoqchi bo'lgan gaplarim shu edi. Hammangizga rahmat kattakon. Shu vaqtgacha ko'rganingiz uchun, vaqtingizni ayirganingiz uchun. Umid qilamanki, ozgina bo'lsa ham foydali bo'lgan va hammasi uchun yana bir bor rahmat kattakon.